Agar ingliz tilida TV seriallarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, 3 xil turdagi TV seriallar linklari Telegram kanalimda bo'ladi. Number 3, Reacher. Bu TV serial asosan American Englishga qiziqqanlarga, chunki bu serial Amerikada olingan va aksent asosan Amerikaga tortadi. Va bu TV serialni o'ziga kelsak, asosan detective, police shu topiklarda bo'ladi. Number 2, Sherlock Holmes. Aynan shu posturdagisi. Agar siz 20-asrdagi English, ya'ni British accentni prefer qilsangiz, shu Sherlock Holmes TV seriali aynan sizga mos keladi. Va topiklar, ya'ni TV seriallar albatta detective based bo'ladi. Number 1, Young Sheldon. Yana bir bor American accentni prefer qilsangiz, yoqtirsangiz, aynan shu TV serial siz uchun. Va TV serialning asosiy mavzulari sitcom, ya'ni comedy usulda olib boriladi, ya'ni shu videolar olingan va albatta listeningiz ham oshirasiz bo'ladi. Shaxsan menga, o'zimga ham listening oshirgani bu TV serial ancha yordam bergan.